Chaogay'ning o'limining qoplanbash linchung bilan aloqasi bormi yo'q? Chaogayga tekkan bu o'qni Shivingong atqanmi yoki Kichik Li Guang Huarong atqan o'qmi? Bu Chaogayning o'limining bosh planlovchisi, bosh suiqasdchisi Biyat Sunjangmi? Sunjangga bosh atamanlik o'rnini qayta-qaytalab bermoqchi bo'lgan bu yerlik Chaogay endi o'lib ketadigan bu yaxshi fursatda nima uchun atamanlik o'rnini Sunjangga birvatmay, balki mening qisosimni kim olsa shu atamanlik o'rnida o'ltasin deydi. Bu gapni Sunjang achqiqlar nima uchun bu gapni burab Shivingongning kallasini kim olsa shu ataman bo'lsin deb o'zgartirib atadi. Endi bu Chaogayga o'lib bo'ldi, o'lgandan keyin nima uchun darhol buning qisosini olmay vaqtning kayniga suzudi va bu yerga xibeylik bo'zdulpan Lu Jinyini taqi achqib buni ataman qilmoqchi bo'ldi. Endi bu Lu Jinyi bosh atamanlik o'rnida o'ltamay avval qisos oldigan bo'lgan vaqtning o'zidan nima uchun sapni ikkiga bo'lib, o'zi bir sap, Lu Jinyin yana bir sap qilib bu yerda Shivingong tutilganga ikki yo'l bo'linib mangdi va mushu jangda qarsak Shivingongni bu Lu Jinyi tarafga qasddan burab qo'ydi. Va linchungni nima uchun tog'dan ep tushmaydi? Bularning hammasi mushundaq bir tasaddibiyle to'g'ri kelib qilishmi yoki buning hammasining kaynida bir o'yin Tiko suiqasd bormi? Chaogayning o'limiga siz qanday qaraysiz? Buning o'lgini zodi xo'p bo'ldimi? Va yoki buningdan mushayrki mushavir, Wuyun, Sunjang qatorliqlar bir Tiko o'yindimi? Endi bu to'g'risida talash tortish har xil takliflar nurg'un. Buni endi bir 2-3 minutning ichida so'zlab bo'lg'il bo'lmaganlik uchun men bir xil 20 minutlik bir mazmunni birini tayyorlab, ostidagi ko'p ulanmaga esib qo'ydim. Faoliyat bahasida faqat bir ko'y 3 ming setib olib, mangu anglay olasiz. Yoqtirgan do'stlar setib olsanglar bo'ldi. Meni Guanyu qo'lishni unutmanglar. Rahmat.